Gazda mashinangiz ko'p sarflayaptimi yoki siltanayaptimi yoki tortishyapsizmi? Mana shu videolarni ko'rib chiqing. Xudo xolasa bizga Gentra avtomobil kelgan muammo bilan mashinam tortmayapti, siltalayapti deb. Xudo xolasa buni ayblarini topdik. Xudo xolasa mana svichalarni, zazorlari kengayib ketgan. Bu radnoy svichada yuribdi ekan, 90 minggacha yurgan. Bu svichani almashtirdik. Hozir zaslonkalarni ham yuvib, chiroyli ochiska qilib, zbroslarni berib, programmalarini hozir xudo xolasa dinamichni tortadigan qilib chiroyli qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib kelaveringlar. Avtotuningda propan metan uстановкада ishlayapmiz. Propan metan uстановка bo'lsa ham bemalol aloqa qilib kelaveringlar. Biz sizning mashinangizga aniq diagnostika qilib, gaz tizimini tekshirib chiqamiz va unga to'g'ri tashxis qo'yib va uni chiroyli qilib sozlab beramiz. Mashinangizni yurishlari yumshoq bo'lib, tortishlari yaxshi bo'lib, dinamichli bo'lib qoladi akalar. Bemalol aloqaga chiqib kelaveringlar akalar. Ishlaringizni imkon qadar go'zal qilib bitirib beramiz. Manzilimiz Toshkent shahar, Avtotuning aeroporti yo'lida.